akam uygansa men deb qo'yasan telefon qaytursin dedim. Shu salomon telefonni qo'yib tursam yo'ldoshim uydan chiqdi. Shunda yo'ldoshimga "Salom sizga 13 tutum telefon qilib ketdi, bir ish bormi?" dedi. So'rdim. Maqsadga so'ramagan, og'zimdan qanday chiqqanligini bilmayman. Yo'ldoshim menga maktabda azroq bir ishlarga kurs tizimlatmoqchi ekan. Opsidan pul so'rashdan xijil bo'lib qopti. Sendan o'tganda pul so'rabdi, shuni xijil bo'lib. Mendan so'ragandi. Men ma'qul beray deb qo'yibdi ekan. Men lekin itib bermabdiman. Shuni urgan bo'lish mumkin dedi. Sanam başka gap qilgan bilasizlar. Shu vaqtida ko'nglimga taqdi gumon tushdi. O'zimdan qilgan gumonimdan o'zim qiyilib ketdim. Tova, men nimda paslik qilman, men nimalarni o'ylab ketdim. Birisi o'zimdan sanglisi, birisi o'zimdan yo'ldoshim. Men shular o'ylsam bo'lamdi deb o'zimdan qilgan gumonimdan o'zim qiyilib ketdim. Nega yo'ldoshim dedim. Boyatda men telefon qaytarsam bundaq degan desam, u sendan pul so'rashdan xijil bo'lgan ekan, albatta sen akamdan pul so'rab turgandim demaydi, kallang ishlatmamsa dedi. Shundan kallam ichilib ketdi. Ha to'g'ri, mendan pul so'rayman, akasidan so'ragan desam, men qanday pul so'rab telefon qilgandim deydi deb. Shunda xo'shib ketdim. O'zimdan qilgan gumonlarimdan o'zim xijilib ketdim. Bu ishonchmi? Yoki muhabbatmi? Yo'ldoshimga bo'lgan muhabbat, singlimga bo'lgan muhabbat, ikkisiga bo'lgan ishonch meni bu gumonlarimdan saqit qildi. Men yana shunda xuduklik ichida, shunda go'mishlik ichida yana bir yilni o'tkazdim. Yo'ldoshim paketdan ishib ketdi. Bu vaqtda singlimni oliy maktabning 3-yiliga chiqib bo'ldi. Men patpas singlimdan iliq oilas va erlab qanday o'tib yaxshi o'tyapman. Men oliy maktab bitirsamlam, ayol bilan ajrashib, men bilan to'y qilgan bo'ldi degan javobni berdi. Men singlimga ko'p qitim nasihat qilgan bo'lsam, bu nasihatim hech bir qulga kirdigandek emasdi. Yo'ldoshimning bag'on sir hadidan ishib ketdi. Yo'ldoshimga nima o'y kirmaydigan bo'lib ketsiz, nima men bilan qaringiz bo'lmaydigan bo'lib ketdi desam, menga burunqidek tushundirmaydigan bo'ldi. Qo'pol tegadigan bo'ldi. Lekin mening yo'ldoshimga bo'lgan sevgim, yo'ldoshimga bo'lgan muhabbatim uning bilan hech o'xshamaydi. Qo'rqaymanmi yoki hurmat qilmaymanmi bilmayman. Araqda bir kun singlim uyga keldi. Uyga kelib men singlimga dedim, men yaqinda bilan akamdan sen gumon qilgan bo'lib qoldim. Akam tuzuk uyga kirmas bo'lib ketdi dedim. Desam singlim menga, ayol kishi o'zining oltin sezgiga cho'qib ishlash kerak. Sen Erondan gumon qilgan ekansan, cho'qim Eronda masala bor degan gap. Eronni yaxshi tekshirib baq dedi. Singlim mendan aqlliqmaganda ben turib qoldim. Singlimmi oila sabirsan aralashib qolgan bo'lg'achqa, shunlashqa mening erimdan masala deb o'ylag'atdim deb o'zim oldim. Bir kuning uzundan beri bizning uyga kelmagan singlim uyga keldi. Men singlimni ko'rib xo'shib ketdim. Uy tamoqlarni etdim. Uning oldida singlim kelishdan burun yo'ldoshimga telefon qilib, "Uy qachon kelsiz?" "Bilmayman, uxmayman" degan. Singlim kelgandan keyin yo'ldoshimga telefon qildim. Singlim kelibdi-ki, "Uyga baldiroq kelsangiz uyda yaxshiroq tamoq yeyman" desam, yo'ldoshim 20 daqiqa uyga paydo bo'ldi. Ben bu cadımca oyladım. Lekin ben aşkın tamakatga kirib ketdim. Yo'ldoshim bilan singlim mehmonxonada kino ko'rib qoldik. Bir vaqtda aşkanda shundoq chiqishim, yo'ldoshim bilan singlim bir-biriga qarashib o'tiribdi. Nima shunda bir-biriga qarashib o'tirsa deb so'raymadim. So'rashdan qo'rqdim. Bilasizlar, mening ko'nglimga allaqachon gumon tushib bo'lgan. Lekin men bu gumonimni o'zim qabul qilishga undaq jur'atim yo'qdi. Men yana o'zimni bundaq past xiyollarni qilma, bundaq pastlashma deb o'zim besib turdim. Yo'ldoshimning chiqqanligini ko'rib, tezlam, "Yo'q, hech qanday narsa yo'q ekan" deb o'tirliq bir gap qistirib qo'ydi. Ayliqdan necha kun o'tgandan keyin yo'ldoshim 3 kunlik komandirib chiqaman. Nas kerakligini tayyorlab berib, nas kerakligini ko'tarib uydan chiqdi. Bu vaqtda singlimning maktabida muntamish qo'yib bergan vaqt edi. Singlimga telefon qildim. "Ukam, uyga kelsang, uyda paranglashsak, ko'nglim pek yerim" deb singlimni chaqirib akilib, singlimning ig'zidan gapib baqay deb o'yladim. Lekin singlim qat'iy telefonimni olmadi. Bir kun telefon urdim. Suratli chasot yo'lladim, telefon urdim, darga gap qoldirdim. Hech qaysi javob bermadi. Shu orliqda mening yaqin yuradigan yana bir do'stim bordi. O do'stimga telefon qildim. "Adash, uyga kelsang, uyda paranglashsak" deb do'stimni uyga chaqirdim. Chaqirib ko'nglimda o'ylaganlarimning hammasini do'stimga dedim. Do'stim bunday qildim meni ko'rsatdi. "Adash, men singlimni qachilsam, singlim men ishkaligini bilib qoldi. Biz pastdan darhol kartadan birini bitirib, yangi uydalardan birini ochaylik. Ichib singlimni qachilaylik uydalarga" dedi. U vaqtda singlim ikkimiz uydalar so'disi qilgan vaqtimiz edi. Men uydalar so'disini boshlab, singlimga uydalar so'disi qilishni o'tib qo'ygan. Shunlashqa uydalarga notinch odamlar qachilsin, darhol qachilaydi. Degandek past kuch kartadan birini bitirib, yangi uydalardan birini ichib, singlimni qachildik. Qachilsam, mening telefonlarimni olmagan, uydalarga javob bermagan singlim darhol uydalar qo'shdi. Do'stim xat yozib, "Azam
Nurg'un narsadan birini setib oldik. Gumonni qo'zg'ab qo'ymaydi dedi. Shundan buning do'stlardan biriga kirib qaradik. Nimsinday? Do'stlardan biriga